Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Xushkepsiz aka. Aka, bu bola akam 17 yil, 18 yildan beri shunaqa nogiron bo'lib qolgan. Senga bir Nimasi? qarab qiynalib ketdim. Bir kalamush dorimi, shu bir qanaqadir o'ldiradigan dori bormi? Eshitmaydi. Qarab turibsiz siz? Nimaga? Nogironsizmi akangizmi? Akamda o'sha to'rs boqish jonim yetadi aka, o'sha qarab ovqatiga, uni har kuni tuvaleti, ishtonini almas, aka menga to'g'ri kelmayapti do'st. Senga bir kalamush dorimi bir o'ldiradigan bo'lsa, oyligingiz necha pul aka? Nima qizig'i bor oyligim? Oyligingiz bo'lsa 10 barobar qilib bizda narsalar bo'lsa ham sotilmaydi. Faqat bu menga nogiron akangiz emas, siz ekansiz. Xohlasam o'ldiraman, xohlasam nima qilsam ham qilaman. Bu o'zimdan kam, to'g'rimi? Yo'q, menda lekin unaqa dori odam o'ldiradigan dorilar yo'q. Topib berasiz. Boshlig'ingiz kim? Tushunmish shekilli siz oshna. Nimani tushunmayman? Pulni daxli bor bu yerda. Qarang. Siz odam o'ldiradigan narsa so'rayapsiz. Yo'qotish kerak shuni, nogironni. To'g'risini aytibdi. Bor, nariyoqqa bor. Nariyoqqa bor. Qarang, aka sizga kerak emas bo'lsa menga kerak. Men har kuni ertalab ishga chiqib ketayotganimda kuzatib oladigan odamim yo'q. Ishdan kelganimda kutib oladigan odamim yo'q. Bu sog'mi, jinnimi, kasalmi? Uyimda shu bitta odam o'tirsa bo'ldi deb meni chog'imda men bilan ovqatlanib, faqat menga termilib o'tirsa ham mayli. Men akaga o'zim g'amxo'rlik qilib olaman. Akam yo'q deb hisoblab olaman. Rozimisiz? Nogiron bo'lsam boqib olasiz. O'zim boqib olaman. Eshik Nimaga boqib olasiz? To'xtang, men sizga savol beryapman. Aka, nimaga boqib olasiz? Nimasi kerak buni nogiron bo'lsa? Hayotga har narsa baxt uchun berilmaydi. Hayotda ko'p narsalar sinov uchun ham beriladi. Aka, menga to'g'risi otalar so'zi kerak emas. Ismingiz nima? Ismim Abdulloh. Abdulloh aka, meniki Arab boysiman. Aka, siz bilan ijtimoiy rolik olyaptik. Hammasi bu nogiron emas. Bu aqli nogiron deymi? Turadi, kameramiz aka choyni ichida. Ko'rdingizmi? Ana choyni ichida aka. Qilgan yaxshiligingizga rozi bo'ling. Sizga bitta yaxshilik qilamiz. Yaxshilik bilan javob beriladi. Menstay kiyim do'konimiz tarafidan sizga bitta chiroyli luks beramiz. Rozimisiz? Xudo xolasa ketdik aka luks degan. Kiyimingizni almashtirishga. Yo'q, bo'ldi, to'g'ri.